Siz hech qachon Instagramda o'zingizni blogingizni rivojlantira olmaysiz agar shu 3 ta xislat sizda bo'lmasa. Birinchisi xarizma. Xarizma bu sizni boshqa insonlarga nisbatan alohida ajratib turadigan jihatingiz hisoblanadi. Bu tashqi ko'rinish bilan, ovoz bilan, qiziqishlar bilan va shug'ullanuvchi ish bilan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu kameraga nisbatan qo'rquv. O'rtoqlar, bugun uje uyaladigan zamondan o'tib ketdik. Oldin odamlar qabul qilardi, xijolat bo'lib, ozgina uyalib chiqsangiz ham odamlar ko'rardi. Hozir gapingizni cho'tga yetkazib bermasangiz, uyalib o'tirsangiz hech kimga kerak emassiz. Ma'lumotingiz qiziq bo'lsa ham shunchaki ko'rmasdan o'tkazib yuborishadi, chunki raqobat katta. Uchinchisi bo'lsa, albatta bilim. Sizda xarizma zo'r bo'lsa ham, kameraga nisbatan uyatingiz bo'lmasa ham, ijtimoiy tarmoqlarning algoritmi o'zi qanaqa ishlaydi, algoritmlar orqali ishlab, blogimizni qanaqa qilib monetizatsiyaga ulashimiz mumkin, profilimizni qanaqa qilib samarali ishlatsak bo'ladi degan savollarning javobi sizda bo'lmasa ekan, bu yoqda muvaffaqiyat qozonishingiz ancha qiyin. Instagram algoritmi o'zi qanaqa ishlaydi asror deyotgan bo'lsangiz, men profilimda shuni ko'rsatib boraman. Obuna bo'lib kuzatib borsangiz bo'ladi. Zo'r ma'lumotlar berdim. Montajam zo'r bo'ldi. Like bosib qo'ying, jigar, tekin.